Assalomu alaykum hammaga. Bugun tvorogli pirog qilamiz. Buni retseptini pulga sotib olganman. O'zim o'rganib, sizlar bilan ham bo'lishdim. Albatta qilib ko'ringlar, bittada o'xshab chiqadi. Mazasi juda ham zo'r va hamma uchun foydali. Kerakli masalliqlarni yozib qoldiraman. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Pirogimiz tayyor bo'ldi. Endi maza qilib yesak bo'ladi. Sizlar ham qilib ko'ringlar.